Chupa Chups, doimiy xursandchilik. Barcha salom do'stlar, assalomu alaykum. Men Bulman va ushbu videomizga xush kelibsizlar. Do'stlar, demak biz har doimgidek qishloq sari guzashlarimiz davom ettiramiz. Menga e'tibor qilmaysizlar. Demak do'stlar, birinchi navbatda har doimgidek biz ishimizni qilamiz deb turib, hozir sayr qilmoqchiman, ishimni qilish niyatim yo'q. Shuning uchun kalitni olamiz, pulni olamiz, hamda qilishni ham olib qo'yamiz har ehtimolga qarshi va endi eshikni yopib ketaveramiz. Demak, biz hozir tayyormiz. Demak, albatta do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ajoyib kontentlar chiqishi uchun. Demak, va do'stlar, wow, no pro hacker bo'lishi mumkin emas. No pro hacker kelibdi do'stlar. Borib ko'rmasak bo'lmaydi. Ajoyib. No pro hacker nahotki ular juda ham ajoyib ekstremal narsalar bilan kelishadi. Hacker, voh, qandaydir quduqlar, chuqurlar do'stlar. Bular demak bu yerga kirish ham pullik bo'lishi mumkin. Ichida nima bo'lishi mumkin? Salom, qalaysan? No, pulga necha pul turadi kirish? $1 turadi. $1 mo'jaza. Xo'p, pro saniki qancha? $1 $1 turadi bo'lishi mumkin emas. Mayli, o'sha hakkerdan so'rashim shart emas. Mayli, уже biz hozir nobnikni sotib olaveramiz. Demak, nob qarasang hozir $1 beraman. Menimcha foyda kutaman degan umiddaman. $1 ga yarasha. Xo'sh, endi do'stlar bizda quduqqa tushaveramiz. Bizda qanday aslaha bor ekan, demak, bu yer xavfliga o'xshayapti. Albatta xavfliga o'xshayapti, darvozasi ham shunga o'xshayapti. Xo'sh, demak, bularni kiyib olamiz. Qandaydir zombilarning ovozi kelyapti. Demak, buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Qalqon olamiz, qilichimiz bo'ladi. Xo'sh, demak, darvozani ochamiz. Demak, monsterlarning yengan holati qandaydir xazina chiqishi mumkin. Meni fikrimcha shunaqa. Demak, vau, zombilar. 5 ta zombi creeper bilan birga bo'lishi mumkin emas, qochish kerak. Qochish shart emas. Endi bizga kirib bo'ldigan chiqish bo'lmaydi. Pulni ham berib bo'lganmiz. Demak, men qoch. Haqiqatan qochishimiz kerak. Jonimiz 2 HP qoldi. Qoch. Mana qo'ydi. Bittagina qoldi. Qani o'yla qol. Mana qo'ydi. O'yla do'stlar, mana qo'ydi. Birinchi sezonda ba'zi yengdik. Aslahamiz bo'lsa ham, mayli endi kiramiz. Va do'stlar, mana qo'ydi. Xazina bo'lsa kerak. Qani bo'lishi mumkin emas. Nima loymi? Aviyada bo'ldi. Bu yerda dollar bor ekan, qo'rqib ketibman. Shuncha $1 ga yarasha loy olsam, mayli do'stlar, $1 ga nisbatan juda katta miqdorda pul oldik. Hech qisi yo'q. Yaxshigina foyda bo'ldi. Men yomon bo'ladi deb o'ylagandim. Nobdan har nimani kutish mumkin. Mayli, katta rahmat senga Nob. Endi demak, bu yerdan ketaveramiz. Bek mana bo'lish shart emas. Rahmat senga Nob. Endi biz Proga kiramiz. Demak, Pro senda necha pul turadi? Bir stakmi? Demak, hozir bir stakni senga mana buni beraman va hozir jonimiz kam. Shuning uchun biz non olib kelishimiz kerak va qornimizni to'yg'azib kelishimiz kerak. Ana let's go, ketamiz. Demak, do'stlar, hozircha 6 ta non olib keldim va jonim to'ldirib keldim. Ajoyib. Endi nobga hozir bir stak pulni berib bo'lganman уже kirib ketaveramiz bazasiga, ya'ni zindoniga. Demak, bu yerda kuchliroq aslahalar va bu yerda ham monsterlar bor. Mana fikrimcha demak, bu yerda ham monster borga o'xshaydi. Eski aslahalarimizni tashlaymiz va nonni o'rtaga qo'yamiz va yangi aslahalarimizni kiyib olamiz. Demak, ajoyib yangi aslaha kiyib oldik. Endi bu yerda Tesla gun, demak, elektron gunga o'xshayapti, elektron qurolga o'xshayapti. Juda kuchli 12 ta atak ekan, demak, juda kuchli monster ichkarida bor. Xo'sh, elektron ekan, ajoyib. Demak, kiramiz. Xo'sh, endi kiramiz. 1 2 3, let's go. Wow, nima deyadi buni? Juda katta zombi bu, monster zombi ekan do'stlar. Bittada o'ldi. Hayron qolmadim kuchiga. Bo'ldi, o'ldi do'stlar. Nonni yevoraylik, qani kirib ketib. Bo'lishi mumkin, biz bu qayta tildi. Oldimizga kelishini. Bu nima, bu necha marta tildi bo'ladi. Bu to'xtamasdan o'lib tursa biz buni yuta olmaymiz. Shuning uchun do'stlar, darvozani yopib qo'yib tezroq o'lishimiz kerak. Qanaqa tezroq. Jonimizni ketqizyapti. Bitta o'lishini o'zida 4 ta HP ketdi. Bo'lishi mumkin emas. Demak, yana bir marta tilyapti. Bu qachon o'ladi bu ketishda? Biz aniq do'stlar minus bo'lib ketamiz. Qoch. O'qilyapti mana bu, qoch. Bitta HP. Mana nihoyat oxirgi jonimizni yengdik. Boltasi bor ekan, boltasini olamiz va endi darvozasiga ko'ramiz. Demak, vau, do'stlar, juda ham ajoyib ish qilib berdi. Juda zo'r narsalar bor ekan, demak, diamond swordlar bor ekan. Ajoyib. Endi bu yerdan juda ko'p almazlar bor ekan. Bizda juda ham boymiz, chunki har bitta almaz narxi hozirda $100 turadi. Bularni har bittasini olishimizga inventorimizda yetmaydi. Shuning uchun ba'zi birovlarni olamiz. Undan oldin esa inventorimizni bo'shatishimiz kerak. Hamma narsani tashlashimiz kerak. Bu yerdagi bironta narsa ham kerak emas bizga. Ajoyib, hammasini tashlab olamiz. Bo'ldi. Endi esa darvozani ochamiz. Endi bulardan inventorimizga sig'guncha olishimiz shart emas. Bitta olsak yetadi. Keyingi safar ham kelishi mumkin. Shuning uchun keyingi safar uchun ham tayyorlanib qo'ysak zarar qilmaydi. Keyingi zindon uchun tayyorlanib qo'ysak, demak, 3 stak olma olsak zarar qilmaydi. Xo'sh, demak, mana bulardan hammasini olamiz. Bo'ldi, hozircha shunisi yetadi, chunki keyingi zindonda ham bundan ham ajoyib resurslar topilishi mumkin. Olma juda ham kuchli ekan, ko'rib turganlaringdek, oldinga nima desa bo'ladi.
o'zimizni Minecraft olmadan juda ham ancha farq qilar ekan. Joni juda tez to'lar ekan va yurish tezligini ham, kuchini ham juda ham oshirib olar ekan. Ajoyib. Endi biz tayyormiz. Rahmat Pro. Demak, biz endi bitta hacker qoldi. Demak, hakkersinikini 2 stack olamiz bo'lishi mumkin emas. Mayli do'stlar, ish qilib shunga yarasha foyda ko'rsak bo'ldi. Demak, almas tashlaymiz. Ajoyib. Demak, endi shukr. Juda ham hayron qolmadim. Albatta hakkerdan kutish mumkin bunaqa narsalarni. Demak, qandaydir kuchli qurol, demak do'stlar, ichkarida kuchli monster kutyapti. Shuning uchun mana shu olmani yeb olsak bo'ldi. Ajoyib. Endi darvozani ochamiz va qanaqasiga bu axir Minecraft dunyosidagi eng kuchli monsterlardan hisoblanadi. Qochish kerak. Bular axir kamalak rangli resurslar hamda kamalak rangli monsterlar hisoblanadi. Bu Minecraft dunyosidagi eng kuchli narsalar hamda resurslar kamalak rangida bo'ladi. Bular esa monsterlar, bular eng kuchlisi hisoblanadi. Mana hozir bittasini o'ldirdim ba'zi eng kuchli qilichda. Demak, bu ham skelet va vizer skeletlar bor ekan. Bittadan harchi ulardan bittadan bor ekan, ikkita uchtadan bo'lsa biz aniq yenga olmasdik. Harcham bittadan bor ekan. Demak, bular mutantdan ham kuchli bo'ladi do'stlar. Bular juda ham kuchli. Harcham bizning sovutimiz va narsalarimiz bor. Mayli, demak, ichkaridan men taxmin qilyapman va taxminim to'g'ri chiqdi. Kamalak rangli narsalar. Hammasi kuchli do'stlar, bu Minecraft World'dagi eng kuchli narsa. Bularni hammasini tashib olishga aminman, chunki bulardan ham kuchliroq resurslar va bundan ham qimmatroq resurslar mavjud deb o'ylayman. Demak, hammasini tashib olamiz. Bir stack olma qolsa yetadi menimcha. Chunki olma juda ham kerakli va juda ham kuchli ekan. Ajoyib. Vau do'stlar, hammasini olamiz endi. Demak, mana sovutni yig'ib olamiz. Sovutlarni. Demak, do'stlar, sovutlar. Hozir kechib olsak, demak, sovutlarni. Do'stlar, sovutlar jon qo'shar ekan, ikkinchi qator jonni qo'shar ekan. Men bitta sovut o'zim kiymabman, bo'ldi. Do'stlar, 2 qator jon bo'lishi mumkin emas. Demak, boshqa resurslarni demak qishlar ekan. Boshqa resurslarni ham terib olamiz. Demak, bu yerda olmamiz hozir yeb olaylik, jonimiz to'lsin 2 stack. Demak, bu yerda gameslar va mana bu yerda qurollar bor ekan. Bittadan olamiz, hech bo'lmasa bittadan olamiz. Ajoyib. Demak, qalqondan ham bitta olamiz. Qalqon kuchliga o'xshayapti do'stlar, shuning uchun bitta olamiz. Bu qalqonni sunduqqa qo'yamiz. Demak, kamon kerak emas va mana bu narsa zo'r narsa. Buni ishlatib ko'rmaganman do'stlar. Faqat ko'rganman, lekin ishlatib ko'rmaganman. Bu bomba do'stlar, короче, keyinroq sizlarga ko'rsataman. Demak, mana bu hamma resurslarni olamiz. Inventorimizga sig'guncha olamiz. Chunki bularning har bittasining narxi naqd $1000 turadi. Shuning uchun hammasini olamiz da bunaqalarni biz qasrlar qilib tashlaymiz kerak bo'lsa. Va nihoyat biza ajoyib tatin. Juda ajoyib. Mana bu biza bo'yidik. Endi mana bu teleport orqali chiqib ketishimiz mumkin, adashmasam. Bo'ldi, chiqib ketdik. Nihoyat juda ham ajoyib. Endi biz juda ham bo'yimiz. Demak, hozir endi qurollarni sinab ko'ramiz. Birinchi navbatda g'oldan chiqib olsak bo'ldi. Demak, mana bu yerga vizani sinab ko'ramiz. Vau! Aytganimdek bomba otib ko'ryapman. Umuman foydalanmaganman. Vau! Jonimiz ham 2ta qator ekan, sovut kiyganimiz uchun. Sovut ham juda kuchli ekan. Mana bu vizani ikkitasidan ot o'lib ketyapti. Vau, qilichi juda ham kuchli, 16 atak ekan. Ajoyib. Ikkita otni ham urib olyapti bittada. Juda ham ajoyib bo'ldi bu. Sinab ko'rdik qurollarni. Endi bu bolta bilan kirkani ham sinab ko'rmasak bo'lmaydi. Demak, birinchi boltani ham sinab ko'ramiz. Qani va bittada hamma daraxt sinib tashladi. Juda ham ajoyib. Bo'ldi, endi bulashatmas. Demak, endi g'orga tushib, kirkadan ham foydalanib ko'ramiz. Bittada 9 ta joyini kesib yuboradi. Ajoyib. Bo'lishi mumkin emas. Buni sinab ko'ramiz. Bo'ldi, bu o'zini belgilagan vaqti bor ekan va qalqoniga ham gap yo'q. Qalqoni ham juda chidamli ekan va eng muhimi bular sinishi juda ham qiyin. Ya'ni bular umrbod biz bilan qoladi. Demak, videomiz shu joygacha yetdi. Sizlar bilan birga bo'laman. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Xayr do'stlar.